Direktga yozgan ayol, erkaklar bordek. Men buni o'qib chiqdim kecha o'tirib. O'tmishni qo'yib olmayapman. Og'riqlarda yashayapman. Sabr qanoat bilan chidavyapman, o'zgarib qolar degan umiddaman. Nima deysiz deb mendan maslahat ham so'rab qo'yishadi. O'z qaror qabul qilib bo'lishgan. Shu o'tmish bilan yashayman, qo'yib yubormayman. Shu azob uqubatni ichida yana yashash tanlovini qilib bo'lishganda yana mendan so'rab qo'yishadi. Baraka topkurlar. Lekin bitta savol beraman, javob o'zingizda qolsin. Xohlasangiz yozib keting, xohlasangiz молча принимайте. O'zingizga bitta savol bering. Shu azob uqubatlarga chidab yurgan insonlar. Bitta savol. Butun umr baxtsiz yashash muhimmi, kerakmi? Yoki-da bitta qaror bilan tinch xotirjamlikda yangiliklarni kutib olishga tayyor bo'lib yashash muhimmi? Hammasini noldan boshlashingiz muhimmi? Noldan boshlaysiz, to'g'ri, lekin с опытом, с багажом, с знаниями. Bu juda poydevor bu, sizni znaniyalaringiz, tajribangiz. Shu bois o'ylab ko'ring. Ajrashish sizga nima beradi? Tayyormisiz yangilikka, переменаlarga? Yoki-da bir umr baxtsiz bo'lib yashashni xohlaysizmi? Taroziga soling, o'ylab javobini o'zingiz qaror qabul qiling. Birovning taqdiriga sababchi bo'lish niyatim yo'q. Lekin men ko'rgan narsalarni, ko'rib turgan narsalarni ko'rmayotgan insonlar bor. Butun umr azob chekishingizni istamagan bo'lardim. O'zimni tanlab, o'zim uchun qaror qabul qilgan bo'lardim. Chunki hayotimiz bir marta beriladi, bir marta yashaymiz. Shu hayotni siz baxtli yashab o'tishga, o'zingizni o'ylab yashab o'tishga, o'zingiz uchun nimadir qilib yashab o'tishga haqlisiz. Har bir inson, ayol, erkak. O'zingizni qadrlang, aziz inson. Hazrati inson nomiga dog' tushirmang. Men har bitta rilsimda aytaman. Yomon insonni yaxshi yomoni bo'lmaydi. Hayot majbur qilgan shu insonni shu darajaga kelib qolishiga. Negativ insonlar, qo'rquvli insonlar, programmalar bilan yashayotgan insonlar majbur bo'lishgan. Rod programmasi. Anglamay shu qarorlarni qabul qilyapsizlar. O'ylab ko'ringlar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Lishniy расклад kerak bo'lsa, yozinglar.